İş bor, bugun ajoyib ish vakansiyasi. Zuhriddin doim aytishardi, Zuhriddin o'zingiz ishongan kompaniyadan puliga aldanmaydigan shunaqa kompaniya bormi? O'zbekistondan borsak bizni kutib olib, ishga joylasin, patent qilib bersin deganlar uchun ajoyib imkoniyat. Bizda ish bor. Har doimgidek ajoyib ish vakansiyasi. Yotog'i tekin, registratsiya tekin, obedi tekin, oyligi 2 marta, undan tashqari O'zbekiston, Tojikistondan, Qirg'izistondan bemalol kelsanglar bo'ladi. Kelasizlar, aeroportlardan kerak bo'lsa kutib oladi, ishga joylashib patentingizgacha yordam beradi. Mana shunaqa ajoyib ish uchun albatta bir donagina videoga like bosib qo'yinglar. Mana shu videomizni hamma ko'rsin. O'zbekistonda, Tojikistonda, Qirg'izistonda juda ko'p akalarimiz qayerga borishni bilmay o'tirishdi. Undan tashqari Rossiyada turib ish topolmayotgan akalarimiz bor. Shu video o'shalarga yetib borish uchun albatta videoni maksimal darajada tarqatib qo'yasizlar degan umiddaman. Demak, hozir bu safar o'zgacha video bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rasizlar. Ish beruvchining o'zi sizlarga to'liq ma'lumotlarni beradi. Undan tashqari nima ish qilinadi videoning oxirida. Ish jarayonidan video lavha, yotoqxonadan video lavha, hamma narsa bor. Shuning uchun videoni o'tkazishga shoshilmasdan videoni oxirigacha ko'ramiz. To'liq ma'lumot olamiz. Ekrandagi ish beruvchining o'zining nomeri chiqadi. Telegram, WhatsApplarga hozirdan aloqaga chiqaveramiz. Demak, vaqtni cho'zmaymizda, tezda bu ish qayerda, nima ish, qanaqa to'liq uslublari bilan hozir ish beruvchining o'zi sizlarga tanishtirishni boshlaydi. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana biz granitsaga borib kelyapmiz. Mana borib kelyapmiz. Qanday borib kelyapsizlar? Qizil, zo'r, voditelь zo'r. Asab. Hammasi Yaxshi bor, yaxshi. borib kelyapmiz, hammasi joyida. Mana hurmatli do'stlar, ko'rib turibsizlar, hamma o'zbek, tojik, qirg'iz akalarimiz granitsaga biz orqali chiqib kelishyapti. Kimga ishonchli mana shunday komfort mashinalarda granitsa xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu endi Ro'ziboy akamizga bemalol ekrandagi nomerlarga Zuhriddin Musofir kanalidan desanglar, albatta sizlarga skidka bilan inshaalloh komfort mashinalarda olib borib kelishadi. Eng muhimi tanlovda adashmanglar. To'liq ma'lumot olishni istaysizmi? Значит, videoni oxirigacha ko'ramiz va diqqat bilan eshitamiz. Hamma ma'lumotlarni aytib o'taman, hech qanaqa savolingiz qolmasligi uchun. Ishimiz Pyaterочка, Chijik magazinni bilsalaring kerak. Rossiyaga kelib yurganlar biladi. Chijik agar 4-5 yil bo'lgan bo'lsa, misol meni bilishimcha, Pyaterочка necha yillardan beri bor, hamma biladi, ko'pchilik biladi. Vot, shu magazinlarni skladida ish bor. Komplektovщик qilamiz biz, tovar teramiz. O'sha tovar teradigan odamlar kerak. Tovarni mashinchada teriladi, to есть mulinetka deyiladi, elektroroxli deyiladi. To есть og'ir paletlar tortib yurmaysiz demoqchiman. Ishchilar belida yoki bo'lmasa mana bu yerda nimani osib olib, skanerda osib olib, quloqda naushnik bor. Naushnik aytib ketaveradi. Falon riyadga bor, falon riyadga keldingiz, falon adresga bor deydi, falon adresga keldingiz. O'sha turgan adresda qanaqa tovar bo'lsa, misol aytadi, 1 dona ol, 2 dona ol, 10 dona ol, necha dona ol desa, o'shani olganingizdan keyin aytasiz. Misol 1 dona bo'lsa 1, 2 dona bo'lsa olib 2 deb ketaverasiz. Dalshi qolgan adresni aytib ketaveradi, keyingi adreslarni aytib ketaveradi. Vot. Ish og'ir ish emas, odam qilgan ishni odam qiladi. Pyaterочка skladida o'rtacha 80 ming, 100 ming oylik olishadi. To есть bu o'rtachasi. Kimki 1 oy ishlaysizmi, 2 oy ishlaysizmi, misol как professional komplektovщик bo'lganingizdan keyin Chijikka o'tkazadi. Chijikda professionallarda oladi. Unaqa yangi kelgan odamlarda olmaydi. Shuning uchun Pyaterочка ishlatib keyin o'tkazadi. Chijikda mana shu oychada ishim yaxshi bo'lmadi desangiz 120 ming olasiz. Bo'lmasam 200 gacha ham bolalar olyapti. Keyin kimlarni ishga oladi bu yerga? 18 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan erkaklar. Hozircha ayollar olinmayapti. Keyinchalik agar yana oladigan bo'lib qolsa, aytaveramiz xudo xolasa. Hozircha faqat erkaklar 18 dan 40 yoshgacha. Ruschani bo'limini bilishingiz kerak. Yoki bo'lmasam sertifikat, patent olish uchun sertifikatingiz bo'lishi kerak. Chunki bu yerda hozir rosa qiyin bo'lib qoldi. Hamma bilsa kerak, o'zi ko'pchilik biladi. Что rus tilidan o'tish qayergadir tam посредник, masrednik qanaqa qilib o'tishyapti. No, bir xil o'tmay qolyapsiz. Sarson, sargardon bo'lib yurmang demoqchiman-da. Ruschani bo'limini bilishingiz kerak yoki bo'lmasam sertifikatingiz bo'lishi kerak. Любой shaharda sertifikati o'tadi. Sam bilan sertifikatingiz bo'lsa, действующий bo'lsa bo'ldi. Agar bu ish Volgograd territoriyasida, Rossiyada Volgograd degan shahar bor, agar kim bilmasa, o'sha shaharning territoriyasida kelganingizda
agar uydan kelmoqchi bo'lsangiz, to есть O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston kelmoqchi bo'lsangiz, aeroportdan kutib olib kelishadi yotoq joyga. Yotoq joyga joylashtiradi, registratsiyani o'sha yerda o'ziga tekinga qilib beradi, besplatniy. Вот. Patentingizga ham pul beradi, borib patentga topshirib kelasiz, keyin oyligingizdan minus qolaveradi. Pul bir oyda 2 marta to'lanadi. 15-silorga oylik, 25-silorga avans to'lab ketilaveradi. Avans ham oylik ham kartaga o'tkaziladi. Nalichka pul bilan bu yerda hech kim shug'ullanmaydi. To есть hech qanaqa посредник yo'q. Bu yerda официальный ish, трудовой договор qilinadi, MVDga уведомление beriladi, hamma yo'q qonun bo'yicha, короче. Вот. Agar Volgogradni polni paket dokumenti bo'ladigan bo'lsa, patent hamma yo'q bo'ladigan bo'lsa, bemalol olinaveradi. Uydan keladigan odamga xuddi shunday aeroportdan kutib olib kelinadi, registratsiyasi qilib beriladi. Patentiga pul beriladi, borib patentga topshirib kelish kerak. Shuning uchun yoki ruschani bo'limini bilishingiz kerak, чтобы ekzamendan o'zingiz kuchingizni o'tib ketingda, yoki bo'lmasam sertifikatingiz bo'lsa ham bo'laveradi. Yotoq joy tekin, besplatniy, unga pul olmaydi. Obed ishxonani o'zida beriladi, birinchi, ikkinchi salat, kompot, mana shunaqa narsalar beriladi, o'zingiz ham tanlab olasiz nima yeyishingiz kerak. Zavtrak ujinga o'zingiz xohlagan narsangizni sotib olib, xohlagan narsangizni pishirib yeysiz, uyda sharoit bor. Agar mana shu aytganlarim agar ma'qul kelgan bo'lsa, kimgadir to'g'ri keladigan bo'lsa, bemalol mana hozir nomerlar qo'yiladi. WhatsAppdan, Telegramdan yozasiz ham. Assalomu alaykum, men falonchiman, yoshim shunaqa, dokumentim shunaqa deysiz, men atvet berib ketaveraman. Ma'qul kelsa adresini tashiyman, kelasiz, bemalol yoki bo'lmasa o'sha Volgograd aeroportiga kelasiz, misol kelishingizdan oldin aloqaga chiqasiz, chiqib olib kutib olamiz, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Akaxon, bu ish siz uchun. Ukaxon, bu ish imminent siz uchun. Agar yuragida o'ti bor, ishlayman degan odamlar bo'lsa, bemalol keladi, 1 oy, 2 oy. Professional bo'lgandan keyin ana marhamat chijikka o'tdingiz, soqani bosdingiz, короче. Allohning panohiga bo'linglar, hammalaringga omad. Mana Petyorochkani skladi, yonida chijik ham bor. Bu magazin agar kim bilmasa.